bolani tilga kirishiga tomoq burunni, ya'ni lo'r organlarini nima ahamiyati bor? Причем тут lo'r organi gapirishi. Har doim shunaqa savol keladi ko'proq bolalarning ota-onalaridan. 4 gacha 5 gacha yuradida tilga kirmagan bo'ladi. So'rasangiz anamnezini har oyda bir marta yoki 2 marta istimalab angina bilan kasallangan bo'ladi. Bunaqa holatlarda juda ko'p holatlarda uchraydi bolalarda. Logopedda yuradi, boshqa psixiatrlarda, psixologlarda yuradi. Lekin asosiy sababi anginani, ya'ni murtaklarini yallig'lanishi, surunkali yallig'lanishi bosh miyaga, sentral nervni sistemaga, ya'ni bosh miyaga intoksikatsiya beradi. Ya'ni bosh miyani zaharlanishini beradi va bu o'z navbatida gapirishni kechiktiradi. Yoki har xil duduqlikka, har xil qiliqlarga, ma'li xariyalar deymiz, yelkalarini o'chirish, ko'zlarini o'chirish, har xil shunga o'xshagan mimik belgilarini keltirib chiqaradi, kamchiliklarni keltirib chiqarishi mumkin bo'ladi. O'shaning uchun har doim bola kech gapiryaptimi, обязательно lo'r mutaxassisga murojaat qilib ko'rish kerak. Ya'ni u degani lo'rni o'zi davolaydi degani emas. Lo'r bilan birgalikda logoped, psixiatr, детский psixologlar birga shug'ullanishi kerak bo'ladi. Ta'siri juda katta. Angina bo'lib yurgan bolalarda zaharlanish, bosh miyani zaharlanishi yoki og'zini ochib uxlaydigan bolalarda bosh miyada kislorodni yetishmovchiligi, bu kabi kasalliklar doim bolani tilga kirishini kechiktirishiga olib keladi. Bunday holatlarda har doim birinchi navbatda mutaxassis, ya'ni lo'r mutaxassisga ko'rinish kerak, to'g'ri tashxisni qo'yish kerak. Agar lo'r kasalliklari bilan bog'liq muammo bo'lsa, yoki anginani davolatish kerak, yoki oldirish kerak, yoki adenoidini tekshirtirib, endoskopik osmotrlar qildirib o'tkazish kerak bo'ladi. Agar sizda ham bolangizda kech gapirayotgan bo'lsa, logoped yoki psixiatrmi yoki psixologmi qatnashdan tashqari lo'r vrach konsultatsiyasini ham olib qo'ysangiz xalaqit bermaydi. Yaqinda bir bemorimiz keldi, 4 yoshli bolacha, har yili logopedda уже 2-yil logopedda to'xtamaydi ekan, 10 tadan oshiq logoped ko'rgan, o'zlarini детский psixiatri bor ekan, psixologi bor ekan, har o'ziga to'q oila, bolani uhodi juda ham yaxshi, lekin gapirmayapti. So'rab surishtirib anamnezidan yig'ib qaraganimizda bolada har oyda angina bor. Xronический танзилит intoksikatsiyalari bilan ketyapti. Faqat til chiqishiga, gapirmasligiga emas, oyoqlariga ham asorat berib ulgurgan. Rima probalari положительный, butun har qancha anginani asoratlari boshlanib qolgan. Bu holatda ham lo'r bilan birgalikda davolash kerak bo'ladi. Ya'ni angina bunaqa zaharlanish formasiga kelganmi, olib tozalab tashadik. Angina adenoidini olib berdik. Bir hafta 10 kun. Undan keyin operatsiyadan keyingi profilaktika, reabilitatsiya davrini o'tkazgandan keyin bola dada, ona, opa deb 3-4 ta boshlang'ich so'zlarni gapirishni boshladi. Bu bosh til markazini to'sib turganiga guvoh bo'ldik. Ya'ni intoksikatsion forma все виды anginalar shu holatda ushlab turganini guvoh bo'ldik. Agar sizda ham farzandlaringizda gapirishdan kechikayotgan bo'lsa, 4 ga kirdi, 5 ga kirdi, 6 ga kirdi, gapirishdan kechikayotgan bo'lsa, lo'r shifokoriga murojaat qiling.